Assalomu alaykum podpischiklarim. Mana men sho'rjoy guvalaklar shunga o'xshagan narsalar tashalgan. Men bu yerda mak ekkanman. Mana pomidor ham ekkanman, qurib qo'yapti. Nimagaki shu o'ta kuchli-da. Agar menga 10 mingta obunachi bo'ladigan bo'lsalaring, mana sho'rjoyda kashnich, ukrop, rayhon, jambil yetishtirib turib, bozorga olib borib sotamiz. Sotib men sizlarga ko'rsataman. Mana sho'rjoyda ham narsa ko'kartirishlikni. Shuning uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar. 10 mingtaga chiqinglar. Mana foydali nima? Sho'rjoyda ham narsa yetishtirish. Mana shu joyga qanaqa bo'lsa ham ekaman men. Mehnat qilaman-da. Mehnatimni qo'yib boraman YouTube kanalimga, shunga qo'yib boraman. Bemalol ko'rib o'zlaringga xulosa qilaverasizlar. Bari jonli bo'ladi. Mana shu yerda ko'hlataman, inshaalloh Xudo xolasa kuzatib boringlar.